uyingizga 11 yil birga o'qigan do'stlaringiz va bitta qizni sevib katta bo'lgan do'stlaringiz kelib qoldi. Muzdagini tarvuzni olinglar. Qani tarvuzni olinglar. Undan keyin tarvuzni ketidan suvni berdingiz. Suvni ichgandan keyin tuyuqsidan qonni olib qoldimi? Mana bu kalodoshlarimizga o'tiringlar, xalakalar o'tiringlar. Kalodoslarimiz bo'ladi, ko'ryapsizlar. Kalodosga o'tiraman deganda yiqilib ketyapti. Undan tashqari yeletli pardalarda lyuks qilib hojatxonani qilib qo'ygansiz. Bu ham bo'lmayaptimi? Shamolda uchib ketib, quyoshda chirib ketyaptimi? Mana buni qaranglar. Eng zo'r kalodoslarimiz, turba kalodoslarimiz bo'ladi. Hammomlarga, tualetlarga zo'r qilib tashlab beryapti. Farg'onaning 3 ko'prigidan akalarimiz. Balandligi 90, uzunasiga eniga 120 bo'lar ekan. Akalarimiz Qo'qon, Buvayda, Yaypan, undan tashqari Rishton, Bag'dod territoriyasiga o'zlari yuklab olib borib, yeringizni kovlab, shu tashlab berishi 380 ming so'mdan ekan. Xohlasangiz mana shunday qopqoqlari bor ekan, 180 ming so'mdan alohida hisoblanadi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, vodiy bo'ylab yetkazib beramiz kelishilgan holda. 550 sement marka, undan tashqari sementlar. Xohlasangiz arig'ingizga, kanallarga tashiydigan maxsus qilib berishaverarkan, aloqaga chiqaverasizlar.